Assalomu alaykum Moskvada aka-ukalar. Bugun xudo xolasa Moskva shahardan Captiva mashinamiz jo'nab chiqib ketyapti. Kimda kim Moskvadan O'zbekistonga ketmoqchi bo'lgan aka-ukalar bo'lsa, Captiva mashinamiz ideal holatda aka-ukalar. Mana ichki holatlarini hozir bir qator ko'rsataman mana. Captiva go'zal. Akalarimiz keldi, uji ketyapti. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerdansiz aka? Samarqanddan. Xudo xolasa mashinada ketyapsiz aka. Mana aka-ukalar kimda kim Moskvadan O'zbekistonga ketmoqchi bo'lgan aka-ukalar bo'lsa, bemalol shu ekranga Primoy Shopper akalar nomerlarini chiqarib qo'yamiz. Bu mashinamiz Samarqandga ketyapti mana. Samarqand nomerda. Mana bu yoqda mana Gentra mashinamiz ham bor. Bu Gentramiz ham xudo xolasa Toshkentga jo'nab ketadi aka-ukalar. Bu Gentra ham go'zal holda aka-ukalar. Mana akalarimiz keldi. Hamma yoq chotki ketyapti. Bu yoqda mana yana bitta Gentramiz bor. Bunisi Jizzaxga ketadi aka-ukalar. Bemalol shu ekranda nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Captiva Samarqandga ketyapti aka-ukalar. Xudo xolasa chotki holatda mashinamiz. Bemalol ekranda nomerlarga telefon qilaverasiz. Mana Shopper akamiz. Mana mashinaning ichki holatlari, bagajlar hamma yo'q. Chotki aka-ukalar.